2026-yilda darvoza uyingizga zakaz qilmoqsiz. Darvozaning nimasiga e'tibor berish kerak? Olayotganda sifatli va sifatsiz darvozalar qatdan ajratsak bo'ladi deganlarga bir boshdan darvozapur akamiz bilan maslahatlar berib o'tamiz. Eng asosiysi oilaviy o'zlari aka-uka sexda yasashadi. Shu ko'rib turgan darvozalarni ham ijtimoiy tarmoq orqali zakaz qilingan egalariga bir boshdan chiqariladi. Bundan tashqari zakazga chiroyli qilib berishadi. Hozir sizga birma-bir darvozalarning sifatlari, narxlari, listlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Charchamayapsiz aka. Nolningi videomizni 37 mingta odam ko'rdi YouTube'da. Juda ko'pchiligiga ma'qul keldi. O'z vaqtida yetib boribdi aka. Endi bir boshdan yana zakaz qilmoqchi bo'lganlarga sifatlari, narxlari, fasonlarini tanishtirib o'tsak aka. Bo'ldi, tushuntiramiz. Xudo xolasa mana qo'ldan boshlayveramiz. Bu 3 kuch razmerda bu. 3 million 800 ming so'm. Shu turishi. Shu turishi kvadratma kvadrati bas, mana shu turishi 3 million 800 ming so'm. Xudo xolasa kraskalar avtomobilning yaxshi kraskadan, xudo xolasa. Buni agar xohlasa 4,5 million bo'ladi. Metlariga sariq nejavekalar bor. Yopishtirib beramiz. Faqat 4,5 million bo'lib qoladi. Nejavekasiga pul qo'shilib. Biz nejavekali variant 3 million 800 ming so'm, xudo xolasa. Bularimiz bor mana 2 lista bo'lgan, baquvvat. Bemalol xizmat qiladi. 2 lista, qolganlaridan 2 barobar qalin bo'ladi. 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan chiqaradi. Kraskasi buni ham avtomobilni o'ta skromli chiqqan. Ko'pchiliklar guli kam, unaqa bo'lsin deganiga to'rtburchak qilib o'ta skromli qilib chiqarganmiz. 10 yildan keyin ham o'zgarib, har xil narsa bo'lmaydi turishi. Fasoni har doimgidek yoqaveradi. O'zi nech bilan nech pulgacha chiqaradi? O'zi xudo xolasa bularni o'zi 1 million qilyapti. Shu kunlarda yangilik qilib, bu yil nima qishni kelgani uchun 750 ming so'mga tushirib qo'ydi. Demak, xalqimiz uchun hamyonbop ozgina bo'lsa ham hamyonbop bo'lib, ancha narxlarni tushirib qo'ydi. Kraskalar ham avtomobilni xizmat qiladi, xudo xolasa, zo'r. Xo'p, bu endi qayerga zakaz? Xudo xolasa, avunisi nimaga? Oltiariqqa boramiz. Oltiariqqa ketadi. Ha, bu Toshkentga bu. Ha, toshkentliklar zakaz qilishganmi? Ha, bu Toshkentga bu. Qanchada tayyor bo'ldi bu? Xudo xolasa, buni 18 kunda bitirdik. 18 kunda. Narigini 8 kunda bitirdik. Ha, demak, o'sha lisli darvozalarimiz zicha qo'l mehnat. Zicha qo'l mehnaticha qo'lda ushlaydi. Har bitta elementini kesib joyiga keltiramiz. Keyin germetkalarini ham quritib sepamiz-da. O germetkani quritmasdan sepsak, ertaga kraskaning ichida qolib ketadi, qurimaydi. Shunday sifatsiz bo'lib qoladi. Sifatsiz bo'lib qoladi. Xudo xolasa mana bunimiz o'ta chiroyli chiqqan. Qarangda ko'rganingizda ham yaltillab, ko'z quvunadigan. Bemalol suv sepsangiz ham suv sepib, bemalol ishlataverasiz. Ish qiladigan darvoza. Mana bu 30 tilla svet. Tilla svet 1 litri o'zi 1 million so'm. Ha, demak, qimmatidan foydalanadi. 1 litri 1 million so'm o'zi mana shu narsani o'zi. Mana biz shu narsalarni ayamasdan, shu narsadan ishlatganmiz. Tilla svet chistasi, tilla svet. Xudo xolasa mana glansiy urganmiz. Yaltiroq, zo'r chiqqan. Xudo xolasa buni ham 2 lista bo'lgan. Baquvvat bo'lgan ancha. O'ta baquvvat bo'lgan. Bemalol urilishdan ham qo'rqmasdan uraveramiz. Chunki ishonamiz bu darvozaga. O'ta baquvvat, yaxshi xizmat qiladi. Germetkalarini ham zo'r qilib qilganmiz. Germetkalarni xudo xolasa yuvganda chiqib ketib, har xil narsa bo'lmaydi. Buni 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan chiqaradi. 1 milliondan qimmat olayotgan narsalarimiz shular o'zi. Hozir yengil qilib qish kelgani uchun 2026-yilga yangilik qilamiz deganingiz uchun siz bilan gaplashib, shuni yangilik qildik. 800 ming so'm shu obunachilaringiz uchun. Demak, u obunachilarimiz uchun ham xanda shu pullar ham. Xo'p, endi aka bu qayerga zakaz bo'ldi? Bunimizda Toshkentga ikkosi men bilaman, Toshkent. Demak, ikkosi Toshkentga bo'lgan. Ha, bu ham Toshkent. Toshkentga o'rnatib berish bor, dastlabkilar. Dastlabdan faqat vodiy bo'ylab bular bilan ham kelishdik. Yo'lkalarga pul qo'shib berishadigan bo'ldi. Obor o'rnatib beradigan bo'ldi. Vodiy bo'ylab dastlabdamiz bepul, muammosi yo'q. Qatga bo'lsa ham obor o'rnataveramiz. Faqat vohalarga, chunki biz buni hozir men vohaga qilib beraman deb turib, buni 1 million 200 ming kvadrat desam to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun darvozaga o'zi ozgina foyda qo'yib turib, ustiga maqdi. Chunki biz akam, ukam oilaviy qiladigan odammiz. Oilaviy qilib, asal ustiga pul qo'yamiz. Yurgizamiz-da. O'zi bularga aytayapman, 1 milliondan qimmat. Surishtirib, lekin 12 ta viloyatga xizmat bor, kelishgan holatda. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda. Endi Toshkentga lekin qilib beraverasiz aka, imkon qadar. Toshkentga endi pul qo'shiladi baribir, chunki vodiy bo'ylab xudo xolasa o'rnatib beryapmiz. Toshkentga yo'l kirasiga kelishamiz, telefon qilishaversin, yengil qilib beramiz. Imkon qadar yengil qilib. Qanaqasidan qo'yib beramiz? Zamoylar yaxshisidan qo'yib beramiz, xizmat qiladi zamoylar, xudo xolasa. Ha, zamoylarni xudo xolasa zo'ridan, chunki qimmat narsalar bular, yaxshi narsa 2 lista bo'lgan, xudo xolasa shuning uchun zamoyni yaxshisidan qilaman. Mana bu yangicha mana. Bemalol ko'rsa bo'laveradi. Meta soplari, nimalari ham bor.
Mana bu nejavekada bemalol ertalab ishga ketib sachini taraveradi. Oyna Sachini tarab, bemalol ketaveradi. Mana bu ham yangilik qilib chiqarganmiz. Bu ham ancha listni baquvvatlashtiradi aka. 2 yil, bu ham baquvvat ancha shu edi bu. Shu edi mana. Ha, bemalol xizmat qiladi. Buni 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan. Mana chiqaveradi. Lazerli qilib berishgan, xolos. Lazerni yaxshi joylarini ham xolasa yopib, xolasa ochiq qilib beramiz. Lazerlarni ham olib borib kestirib, chiroyli qilib, joy moslab olib kelganmiz. Hali bagatkada kesib emas, lazerda kestirib, chiroyli qilib olib kelganmiz. Xudo xolasa mana bu 2 qavat bunisi. Ichiga spiklavatorlar tiqib, demak shumkali bo'lgan. Shumkali bo'lgani bu. Yo'lda betida yashaydigan. Ha, bu 2 qavat bo'lgan shumkali. Hali yo'lda bo'yida bo'lsa, uyi ichiga har xil ovozlar eshitiladi, nima bo'lmaydi, hali shunda nima bo'ladi. Xudo xolasa, ana soplari ham bor, nejavekali varianti. Mana bemalol bunday olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Lazerni chiqadi endi aka. Bularni 1,5 million qilyapti, 1 million 250 mingdan qilib beryapti. 250 dan. Endi mana shu lazerlari ham list hisobida o'tadi aka. Ha, buni hozir tayyor listi, tayyor listda olib borib lazerda kestiramiz. Lazerga qo'shimcha pul ham beramiz hali bunga. Xizmatiga. O'sha xizmatiga pul ham beramiz, lekin mayli mashina ichida bo'lsin, asosiy 2 qavatligi. 2 qavat bo'lib shumka qilib, ichiga spiklavatorlar tiqqanmiz. Bemalol bunday ko'rsa ham, uyga o'rnasa ham barakali qiladi. Aka ichiga qop tiqilmagan, o'sha aytganimizda hali internetda ham ko'rgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqda shumka qilib berdik deb turib, qopda ishlaydigan narsalarni ham tiqib yuborishdi. Yo'q, xudo xolasa spiklavator bor, shunday ko'rsataman turibdi ichkarida. Spiklavator ishlatamiz, постоянный. Spiklavator uni qop har qanday narsa musur-pusur tiqmaymiz, biz chista. Ichiga spiklavatorlar tiqib nima qilganmiz. Mana odamlar uchun mana yengilroq variantlarimiz ham bor mana. Xudo xolasa ko'rsatsak, mana ba'da sexlarimiz bor, bolalar sovqatda sinishyapti. Xo'p, bular qanaqa bo'ladi? 1 kvadrat metri 400 ming so'mdan. 3,5 ga 3,5 4 million 900 ming bo'ladi mana mashina. 4 million 900. Lekin puliga yarasha xizmat qilib beradi. Puliga yarasha xizmat qilamiz. Hozir buni chiqarishimizdan sabab ko'pchilik yangi cheklarga chiqyapti aka, qiynalyapti hozir aka. To'g'risida yangi chekka chiqqandan ham bular 10 yil xizmat qilaveradi-da. Chekka chiqqandan keyin sal o'zini tiklab olib, keyin qimmatroqini qildiraveradi. Yaxshi xizmat qiladigan mana bunisi ham mana 400 mingdan 1 kvadrat metri. 400 ming. 4,5 5 million 600 ming so'm. 4,5 5 million 600 ming so'm. Mana shu ham katta darvoza. Katta darvozamiz shu narx chiqadi. Ha, bemalol xizmat qilib, qoyil. Nima qiladi? Ko'rganlar o'zi 7 yo 8 millionlik darvozada o'ylaydi. O'zi aslida ishonishaveradi. Ancha 500 ming qilyapti kvadratini. 400 mingga tushirdik. Nimaga hozir sal qish kelgani uchun o'zini iziga bo'lsa ham, bizcha yengillik qilib, chiroyli qilib beramiz. Mana bunisi bor, bir ham 5 million 600 ming bu ham mana. Xudo xohlasa bu ham bemalol xizmat qiladi. Tevalari ochiq, lazerni stanovlarga olib borib, lazerlarda chiqarib, joyiga moslab qo'yganmiz. Xudo xolasa xizmat qiladi bu ham. Endi ko'pchilik bularni olib ota-onasini umradan olib kelyapti. Shunga pul zarur bo'lyapti-chi. Katta puli yo'q, 15 million desam, bu joyga razmerga tushadigan darvozalar 15 millionda endi. Aslida endi sal ota-onam kelishga chiroyli qilib qo'yaman uyda deb remont qilyapti. Mashina xudo xolasa olmoqchi bo'lganlarga sotaveramizmi? Sotaveramiz. Hozir endi zakazlarimiz nima? Bitta mana mashi. Mana mashinamiz o'rnatib berib qolganlar zakaz. Qolgan zakaz. Buni razmerini aytib qo'yingmi o'zim? 4,5. 4,5. 5 million 600 ming. O'rnatib berilaveradi. O'rnatib beramiz. Agar kelib o'zim olib ketaman, sutam bor o'rnatib olamasa, narxidan o'tib beramiz. Ha, yengillik qilib beramiz, o'tib beramiz. Mana bunisi bu so'xga tayyorlaganmiz buni. Bu zakaz. Buni ham 1 kvadrat metri 400 ming so'mdan. Xudo xolasa bemalol xizmat qiladi. Yaxshi tepalari ham hali chiroyli lazerda qo'yilgan, har xil arzon narsa tiqilinmagan. Xudo xolasa yaxshi varianti. Xudo xolasa telefon qilsa, arzon qilib, zo'r qilib tayyorlab beramiz. O'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul o'rnatib beramiz. O'lchashlar ham bepul. O'lchashlardan bepul. Qolgan viloyatlarga kelish yengilroq beramiz. Za endi nima qilmaymiz, bo'lsa bizga ham jichchalik yo'lkalardan yunum bo'lib qolsa yaxshi. Endi hozir sizni tushundim. Mana hozir bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizdan tushundim. Misol 1 millionlik narsani akamiz 1 million 200 dan dastlabki ustanovka ichida demayaptilarki, o'sha 1 million so'mdan dastlabkasi 200 ming 300 ming qo'shilib qoladi joyiga qarab deyaptilar. Sexda ham bitta ko'rsatib beramizmi? Bo'laveradi. Ishonch tomonlama sexda ko'rmoqchi bo'lganlarga asosiy nimalardan ishlatiladi deganlarda ikki tomonda sex bor. Ikki tomonda seximiz bor, bag'da. O'tiramiz. Xo'p, asosiy shumkaga nima solinadi? Aka shunaqa insofsizlar ham bor. O'sha qopni ham sovorishibdi, ijtimoiy tarmoqda ko'rdik. Yo'q, u bizda u qop bo'lmaydi. Aka, xudo xolasa. Spiklavator chista mana kesib, ichiga to'lg'an nima qilib qo'yilganda mana olganmiz. Spiklavator chista. Ha, demak. Mana tushungan, bilgan odam qalinda bu yupqa narsa emas. Bu havorni zo'r ushlab beradi.
u hali musul narsalar qilib, bunday narsalar qilinmagan. Xudo xolasa, Hozir bu zakasimiz qayerga endi? bu zakasimiz Andijonga bu. Andijonlik akalarimizga. Ha, Andijonga endi kraskali jarayonga endi chiqyapti, Xudo xolasa. Tayyorlanyapti. Ha, kraskali jarayoniga endi chiqyapti. Svaykali ish tugadi. Xudo xolasa kraskaga chiqyapti. Buni ham olib kelganimizga 4 kun bo'ldi. Ujin kraskasiga chiqyapti, Xudo Aka xolasa. kelmoqchi bo'lganlarga bitta manzilda aytib qo'ysangiz, sexingizga kelib zakas qilmoqchi bo'lganlar. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kammina Taxta bozorining atrofida Bahor ko'cha bor. Lakasda tashlab beriladi. Tashlab beramiz lakatsa. Ha, bemalol kelib, Xudo xolasa bexijolat. Eng asosiysi o'zimizning akalarimiz, o'zimizning mahalladagi ustalar. Hijolat bo'lmasam bemalol ishonch tomonlama kelib zakolat. Nari qalinlarni ko'ramiz. O'shanba yuruvingni qalinda kraskadan oldingi jarayonlarini ko'ramiz. Ularni ham ko'rsatib bersak. Bo'ldi. Ularni ham qator ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda ham darvozalar Mana tayyorlanyapti. sepilayotgan darvozalar, Xudo xolasa ali. Etap ketaverar ekanda. Ha, bag'dan chiqib, aqashna bo'lib kraskasi nima bo'lib bitkizib Etap ketaverar ekan. holatiga qarab, mana bu yerda ham teryapmiz, nimalari bag'da ham Xudo xolasa kraskaxonamizga o'taveramiz. Kraskaxonamiz naryoqda. Kraskaxonamiz bor. Xo'p, kraskaxonamizga ham o'tadigan bo'lsa, demak, bitta tomondan svarka bo'lib chiqadi, bitta tomonda. Ha, chunki addenli xonalarimiz, Xudo xolasa. Ha, bu tomonga alohida qilib qo'ygansiz. Ha, u kraskaxona bilan svarkaxona addenli bo'lmasa bo'lmaydi. Shu shum ali issiq bo'lish kerak-da bu havo nimada? Tez qurish kerak-da. Ha, u musam kraska chayilib qoladi. O'shani hisobiga kraskaxonamizni ham hozir sizlarga ko'rsatamiz. kraskadan oldingi jarayonlarimiz mana kelaverasiz. Kraskaga tayyorlanyapti. Mana endi tayyorlanyapti. Endi hamma yo'g'ini nima qilib germetkalari bo'lib, Xudo xolasa keyin qilamiz. Mana shu yerdan sekin Bu chiqyapti. qayerga endi bu zakas? Bu Xudo xolasa bu ham Andijonga. Necha pullik chiqadi mashinasi? Buni 1 kvadrat metr 8 mingdan chiqdi. 2 yil lista bo'ldi. Qo'y. Endi Xudo xolasa shumkalarni qilib, germetkalarni qilib beriladi. qo'yamiz. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqinglar. Chiroyli holatda Telegram WhatsApplar bor, chiroyli qilib berishadi. Barcha turdagi darvozalar rasmini tashlasanlar, shu fasonlarda qilib beriladi. Eng asosiysi temir sohasi bo'yicha noldan uylarni, naveslislarmi, darvozami, perelami, kazinomi, hamma narsani yo'q beraveramiz. bitirib beramiz. Kazino, panjara, perilla, qana xizmat o'za svarka sohasida qilib tayyorlab beramiz.